Boşluğunda kınınğı batmay, yok bu ketme yuluqsan gemge. Boşluğunda kınınğı batmay, yok bu ketme yuluqsan gemge. Yaşamak tez aldınğı okşaş, yakşı bulup emme ademge. Yaşamak tez aldınğı okşaş, yakşı bulup emme birer uqadırğanız Kuşan yaşar bir gününge Hem Rabbimizin bizning külkimiz İlgili alaylar. Mana. Oçu. İlansız. Yaman molgo bigen. Oy ala sütün işte bulayı. Maqapa maqul. Direkt bulanla. Çop-ço'ga zulmüňe apa bolup, güzem ýalayman go. Tuta yerleyse sen çöp çoğup gelsen mutlu ala ha. Benim balam sen yani. Maqapa. İşte mani. Ha. Bulay. Apa, mana Ha gıp işte. Benim apa zulmüňe mana içi wagtym ber boldy. Bala, naştağını qıp boğan bolsan peski düşüp, maşinitası eğitip sürtüp, pak tüzbek qiliydi, seni mektep apar qo'yay. Bulamda. Nemini eğitip sürtüdü et degende. Oy, maşinni. Oy naştısını qıp bulan mı dedi? Apa mana Qıçça bulay. Tüte, açık şunu. Oy ma sütün içmemse. Oy. Man işte mani. Bulam maqapa, maq bu. Ey balam mani. Oy. Xutan. Kızı xutun ken bu. Çok çoğun bubqağa adamның onda közü kirvanmıqna? Zerik turib qo'ysa. Qanday ekan ki? Ben közü kırıp aldım ma. Ma köyüngenim közü kırıp ağınım dağla. Köyün işinin yolu bak xutan. Boldy. Boldy qilay. Tüz bol, iş kichkimiz. Mana, iştiko. Bulay. Oy.喂，王主任，你好，你好。是的。什么？好消息还是坏消息？啊，好的，我马上过去啊。好。Oy, Faride. Gelin ay vallahi. Rahmet. Bunda cıknarsı bu.
etiga oldirishibdi, jo'zini yig'ishtirmay ketib qolibsiz, ha? Oy, imonchi. Voyjon. Farida. Ha, uduldagi binodagi Qadirgan tanimsiz? Taniyman. Shuni qaynotisi-chi? Uni tanmaydi. Ha, tanimsiz, deb beraveray. Shuni qaynotisini xizmatdan bo'sh turibdi. Olgansiz balkim. Almabdi. Bundan keyin nemishimni qila olaman. Sizmi kelganmi? Charchab ketibsiz, ha? Ha, naslini yig'ishtirib qo'ygan. Xil ig'irkan emasmi? Ha, shundoq. Shunda qilib xizmatdan to'xtab qoldim-da. Voy, shu boshliqqa yaxshi bo'lamadim qo'y şimdi. Bek yaxshi bo'ldi. Yaqinda boshliq yaxshi olmoq bek taschi, shuni deyman. Shu. Uning ustiga qarang. Bu bizning shirkatning maoshi bek to'van. O'zim bir boshqa ish qilib boqaymikin deb. Ha, o'g'o, yaxshi bo'pti. Maosh to'van bo'lsa, sen ishlab tursangiz bo'pti ekan. Hozir xizmat topmoqning ta'sirida jinim ukam. Men u shunda o'ylagan, lekin boshliq ishlatmasa shu. Boshliq hayda o'tdimi? Siz nereden aldınız? Hozir o'zingiz degandingiz, shuni deyman, ha. Cinim ay şimdi, ma gel bir teacher çıkıp kalmasın, ma koroduklu bir anlap kalmasın, opta ay şimdi. Voy jinim ukam, o'zimnikin demagan yer. Voy. Voy, siz mi işten to'xtadingiz mı? Uf, endi xotirjam bo'ldim, ajab yaxshi. Men ishdan to'xtasam, siz nima xotirjam bo'lib ketdingiz, jinim ukam? Ay, uy, yo'q, xata. Ay şimdi xata tushunmang. Endi o'zingizmi bo'lgandikan, meninkini haqlak demasmikin, ma qorodukliga deb sanmasmikin? Voy, men bexavat xo'mas ukam, men anglagan gapni deb yuriydigan. Ha, o'g'o shu bilamiz sizni, faqat demaysiz, ha. Mening bir o'yim bor, qarang ukam. Agar sherikdan birisi bo'lib qolgan bo'lsa, ikkimizdan birlashib, yo'g'on bir do'kondan birini ichib, esil mod kiyimlarni selib, o'zimizim yasnib shu do'konda o'tirib, almalning oldida mushunda bir bo'lsa shunda qilsak bo'pti ekan. Voy jinim ay şimdi, shu do'kon ochadigan pul deysiz. Pul yo'q deysiz-ku jinim ukam. Mushning hammasi pul. Ma o'y. Ha? Mablag' yo'q deysiz-ku. Ma uyni sotamiz. Ha. Do'kondan birini ochamiz. Ha. Oshxonaga kichik uydan birini o'tirib tursizlar. Kelsa taraqqiy qilgandan keyin cho'ngroq uyni ilib olmamsizlar. Qanday dedi? Oy, matlıpım ne olayı? Vay. Ha, geldiniz mi? Ha, makul. Mazeret şey, makul. Ay şimdi. Ha? Birisi bilen görüşüdüğün bir mühim gibim battı. Malik yaptı. Çıp çıkay. Ma'qul tushib chiqing. Lekin iliq biz deyishgan gapimiz gap bo'lsin. Ma'qul. Shuni o'ylashib qo'yasiz. Ma'qul. Men hozir pastga tushib, shuni bir do'kon ko'rmoqchi. Ha, rost ay şimdi. Men ama ishdan to'xtagan şimdi ma qo'rovdiklik faqat deb. Voy, be xotirjam bo'ling ha. Hech kimga demayman. Meni bir xavatchi ko'rsiz ha. Ya, bunda emas endi. Ha, cho'qim o'ylashing. Ma'qul. Ma'qulamsa, men chiqay. Voy, Aynur. Ana ahvolingiz yaxshimi, teshikmi? O'rgandingizmi? O'rgandim. Turing, ket batdi. Nega batdi? Voy, hozir tugay turing. O'tiring. Hadda nimga batdi? Nima gap bo'ladi, Aynur? Faridachi xizmatdan aydilinibdi. Qaysi Farida? Voy, qaysi Farida bo'ladi? Haliqi Davudning Farida. Urubda ishlatgan-ku. O'g'u shu. Qiynib qolamamdi. Qiynalib qolganmi o'xshaydi shunga. Uyimizni sotamiz deyishyaptimiz ishqilishlar. Bir parang bor. Voy, Sud qiynib qopti. Aynur, men gapni boshqalarga deb shumangchi, men siz qilam dedim. Endi qo'rodi meni qavat qo'ygan deb menga laqam qo'yib qo'ymisin. Menim deydigan-sada kimgimda maqron. Yo'q, endi deb qo'ydim. O'rgandingizmi? Endi bir oynib kel. Yaxshi, kiring. Men bir narsa ko'tarib yurgansiz. Quruqlik kirdi. Qancha quruqmi?
Özünüz yaxşı, yaxşı tutdunuz. Ecinim, Ha? ko'nglingiz yerim qilmoqchimi? Hech qisi yo'q. Ha? Sizni Oyishim madamdan ish o'rni ayrilib qoldi deb anglab, ahvol so'rab kirishim. Sizning bu qo'lingiz gul, chevar ayol nima ish qilsangiz qamashtirib ketasiz. Shu ko'nglingiz hargiz yerim qilmoqchimi? Rahmat, rahmat. Qanday ish olsadan qo'limdan kelishicha yordamda bo'laman. Rahmat, rahmat, rahmat.来，喝个茶。谢谢，谢谢。帕丽姐，听说你被辞退了，听到这个消息，我心里挺不是滋味的，所以来看看你。谢谢，谢谢，谢谢你的关心。就是我被辞退了，但是没事儿，我在家里多多陪陪孩子。因为我们家儿子今年不是高考嘛，所以我也想的就是多陪孩子。那就好，陪陪孩子也好。但是听说你们要卖房子，你是不是有什么经济困难呀？有困难您就说，我会尽其所能的。什么？卖房子？啊？你被谁听说的？就是我下班回到家，听到左邻右舍都在这议论这个事儿。没有呀，我们没说买房子呀。啊，在下面吗？对，他们都在说。可能是什么误会吧，我们从来没有说卖房子。哎呦，谁找的？Xudan. Boğluq, bob demdi. Endi ko'nglingni yerim qilma. Jon bo'lsa jahon, osh bo'lsa qozon debdigan. Ten sog'lom bo'lsa o bunda ish degan bog'i yana chiqdi. Shundaymi ya? O degan o'zi to'g'ri. Lekin zamish hech qilmay, xizmatga bormay, qanday vaqtda ishni ichib kirsangizmish uyda ko'zingizga saat ko'rinib bu yoqdan bu yoqqa yuraman mutlishu. Yo'qilan gap qilgan xotin ekanman o. Sen bog'i mening qalbimda mangu chiroyliq. Bunu o toz yaxshi o'tdi. Bi? Qanday deysiz? Qanday deysiz? Men mi aldirash, sen mi aldirash yursang, mavi İmran Nazır Daşo'ga toza aldirash imtihon beradigan yili tursa, sen uyda o'tirib, buning tamog'ini etsang, buni yaxshi takrar qilib, Daşo'ga yaxshi o'ssa, sen mi xotirjam bo'lsan, men mi xotirjam bo'laman? Buni ko'z oldingda tursa, to'li ko'zi kirib olmay, sen mi xotirjam bo'lsan, emasmi shundaymi? O degan o'zi to'g'ri ekan. Shu. Xudo. Qo'saq ko'krab ketdi, qo'pab tamoq etmamiz deyman. Ma'qul. Eras. To'xtana. Ma gapni vaqo. Mayli kelqi. Oyishim suvet anlab qolmaysan shu. Dunyoga yayda va. İmran, chiqabilam. Hop. Ma apaq bilan dikkat past tushib saya chiqib bera. Nima? Saya chiqib bera bilan Voy jinim apa, voy jinim apa. Mush tarafda esqatim emas sizga. Xudo. O'zim chiqib ekirsang bo'lmoqda. Meni kiray bo'ldi. Amsi men tayyorlikqa qarshi turaydim. Men Dozbek birdan televizor ko'ray, ya. Apa? Apa men qaytib keldim. Mana sen. Ha? Chaqqan ekanman? Yo'q, siz qo'y. Ishtik tutsam. Eras apa. Hayat qilgan boshqa ishingiz bo'lmagan ekan, maktabga ma'lumot ko'rishgan shuni unutqanman-juma. Mening boshqa ishimning yo'qligini sen nereden bilding? Shu sekretar deb chiqib olsam, Oyishmadan uchrab qilib, opang shirkatning qo'g'landi bo'libdi. Shu bek ko'ngli gap ketmasin, tasalli berib qo'y dedi. Shundan bildim. Oyishimning og'zini shu taqalib. Oyishim suvetmi anlabdin bu gapni? Ha deyman. Sen depsede, ha? Ağzının lasırı yok şu şupki kız bir nima ekan? Voy, o'zi uchrab qolsa, Uchrab qolsa mı? Bu gapni degulikmi? Ha, bo'ldi, eshitmaman. Voy, eshitmaman apa. O siz baribir shirkatda bir oddiy xizmatchidingiz-ku. Men jinimda o'rganish boshlig'ini tushib eshitmaman o'tiraversam. Nima? Sen o'rganish boshlig'idan tushib ketdingmi? Hech bu gapni menga demaganding-ku. Ha, ya.
Çıkıp ketmedim şu sınıf başlık olay dep. Ha. Şu başlıklarga öğret kıp ben ben doğru ne? Ha, sınıf başlığı boldun mu? Ha. Ha? Yok. Nimişka? Nemişka? Vay bu balla sayılmaz bu. Kimni mi doğurgan sevet? Popangaş. Ay bo'ldi man kirib takrorlayman Ma- man ders tamoq pishqich man Davatkan gipni. Ey, nim boptu bununla? voy imtihonda mendan ko'chayding deb saboqda urishibdi. İmtihanda köçerdin dep mi savaqlışla uruşidigan gepmi deyman. voy shu imtihon maydonida urushga o'xshaydi shuning bilan tushdan keyin u bolaning ota onasi bilan meni chaqirtibdi berib bu ikkisini aplashtirib tarbiya qilib keldik ekanmiz. Sen mi berip? Balının ata-anasıyla soğuşup jüme uqtun mu? Vujud, men bir so'qish haqi emas so'qishib yurdigan. Boldi. Chiqib tamog'ini itaman. Aras. Men achchig'ingda yana tamoqni ach chiqib qo'yma yana, uqtungmi? Ma'qul, tatliq qilib beray. Pissiq gap bo'ldi deb. İmran. Neçe balam? Çık otur. Bulatız. Kimdi bu? Vay Qasımcan yaxshi. Ha, Imron bo'lib, og'lima yaxshimi? Chiqib baqana o'tgili bormi? Qasımcan adamkan. Ha, Yo'q, Qosimjon qanday ahvol, yaxshimi? Tudingmi? Yaxshi. Birinchi yaxshimi? Avlod yaxshimi? Kilon. Safa kilon. Kelin. Ha, choy bog'i. Ben qo'yim. Ha, uzun bo'pti ko'rishmagilar. Salomat tudingmi? Bola yaxshimi? Yaxshi. O'zingcha uy ichi bola yaxshi. Yaxshi, hammaylar obdan. Çay içing, Ha, rahmat dada, rahmat. Ha. Endi biz qo'lim qo'shni olgandiki, men gapning uznildi adash. So'zab o'ltamay gapni. Anlasa, men uyni sotmoqchi bo'lgan o'xshaysizlar. Uy ne? Men bu dal mush qorodim muvofiqroq bir uy izlab yurgandanglar. Qanday deysanglar, men o'g'al cho'ng bo'lib qoldi emasman. Ani bir o'ylab yenimga ekilib olay degan. Ma yosh cho'ngib qolganda bolalar yenimizda tursa, xotirjam bo'lganmiz emasmi? Shu. Endi Qosimjon, mani nayt yaxshi o'ylabsizlar. Endi yosh cho'ng bo'lganda bolalarni yenimizga ekilib bir qurot tursak, xotirjam bo'lamiz emasmi? Biroq bu uyni men sotimi degan gapni qilmoqnaman. Vo, Davudjon, gapingni yeni elib o'tamizlar, qanday bo'ldi? Endi bu Qosimjon asl biz yon tortib qoldi. Yerida pul yo'q deb bunday ko'rib qoldinglarmi ya? Men o'g naq pul sanaymiz-mi Davudjon? Menda bo'lmasa bizning bolalarda bor, xotirjam bo'linglar. Qosimjon, siz xato tushunib qolibsizlar. Men unda o'ylamadim. Men sizni nayt obdan bilaman. Sizlar bankaga pul qo'yimgan bilan bu yerda pul saqlaydigan ishingni bilib emasman. Undan emas, Bu uyni satmaymiz adash. Kim dedi sizlarga bu gapni? Ma xo'shimiz Oyshem Suvatdan anladim. Shu anglab uyonlik chiqishim nazar. Oyshem Suvat? Ha? Qosimjon. Mush Oyshem Suvatning vaqo. Mush kallasida azraq bamikidi. Yo'q ulan gapni deb qo'yib yurib, taqotinkida va. O sizlar deysanglar, nereden anlaydımsa o yolunu? Yok. Ya bu uğavalı canvaz gibi tutmayı deb yeni verip atamız ya. Ya onda gap yo'q. Sizni gap qilganlar men demdim ash gapni. Xotun. Satamtın ya. Nimani deydi ya? Uyni, ya nimani satibsan? Uyni? Men qachon uy sotaman dedi? Alamet gap qilsin jima Davudjon. Anda olsa adaş, manda qilla. Navadi kerakda, ma uyni sotadigan ish bo'lib qo'yib qolsa. Men xaridorsim, menimi? Ko'nlarda manda bir gap bor-ku Davudjon. Uy sotib olsak, avval qo'shnimizdan maslahat so'raydigan ish bor. Juma qo'shnilardan ayshilganda sirq sotamiz. Shu. Bo'ldi. Agar undaqo o'ylamindoq. Agar ashta bo'lib qolsa, xara qilamiz. Bo'ladi. Amasa bir maslahatingni pishqanda aytdasizlar Juma. Bo'ldi. Andan o'zi men chiqay Juma. To'xtanglar. Ash pishyapti-da. Ya. Biroq qo'shiq ichib chiqqanlar. Rahmat. Endi oshib tamchalga o'xshaydi. Pishib qoldi. Xo'sh. Undaqi Men malda chiqay. o'tirib, Men chiqay. Xo'sh.
Yani bir alaklaşamız adaş. Köşemiz hem cuma. Sert oldu ya. Makla, makla. Otamdan lan sen. Hoş hoş. Makul. Makla. Mak bir edgilim sen. Ma tabak pişkandı. Hoş. Ben öyle çıkay. Makla. Tamak yap çıkmay. Nim bala kaldım bu hakkılarında. Xotan. Ha? Mekle. Oturamadı. Xotan. Ha? Ma Ayşem degan xotinning ki kallasi bormi ya? Şunu deme. Neymi qalayımqan gap qilib жүргенде deyim bu xotin. Menga ortiq gap qilmagan. Atigan şirketden yeşiklarni ko'tarib kelyapsam, ma pastda o'tiribdi ekan, o'zi yugurib berib yeshikni qo'limdan oldi. Shuni ma uyga birga akirishib bergandi. Ha. Şu arlıqçı ağzımdan çıkıp qaptı. Yo'q. Bika qo'ygan laqam emasga o Aysem sövet deb. Sövet su to'xtamagandek bu xotinning og'zida gap to'xtamay hamma to'kilib turg'achqa shuni sövet deb qo'yapti ekan ha. Xotan. Sen mi bir narsa demagan bo'lsang vaqo, ummu uyning gapini chiqarib o'tamas ulati. Voy rost deyman, men hech nima demadim. O'zi İkimiz birleşip, dükkandan birini içip, soğudu qilib, qas chiqirib, ças chiqirib deb ketgandi. Voy bizde soğudu qilgandek pul yo'q, Ayshmada desam, ma uyingni yo'g'on bo'lgandikin setib. Ha, meninkida kichikroq uydan bizni olib o'tirib, oshqan puliga dukon ochmamdiq degandi. Qarsam o'tirayverdi, ko'tildab, shu ishtigirak chiqatsin deb, ha uni bir keyinchi bir nim deyishamiz deb yo'l qo'yib qo'ysam, hayajonlanib ketgan o'xshaman bu xotin. Ha. Dedim-ku, sendimi ba deb. Voy shu men uni Bo'ldi xotin. Bo'ldi. Ma gapni talashavermayli, kirib menga tomog'ingda qozonga o't ketmasin. voy yo'q pishdi Aras. Ha. Buningdan keyin bog'i, menda ishlarga diqqat qilaylik. Ma sana bir ibrat bo'lsin, qara. Ma Ayshemga o'xshash vaqo, tugmidek ishni tugdek qilib ko'rsatadigan xotinlarni yo'q degan olmaydi. Uqdingmi? Sen menda ba'di keldida diqqat qilib aralash. Ma uyda deydigan gap bor, sirtda deydigan gap bor. Tushundingmi? Endi sening bu xizmatdan qolganishing bir nomus qiyg'idek ish emas u. Shundaymi ya? Bu xizmat degan yana izsak tepildi. Sen bu ko'nglingni yerim qilma. Bo'ldi. Qo'zg'achib ketdi. Menga tomoqni chiqib bo'ldi. İmran. Chiqib olam tomoq pishdi. Mana. Kel, o'tir. Ne? İşte da? Eshikni och. Dada, Ha? bayım satarsın deydi. Satmaymiz. Nim bala qildim haq bilan. Hamra bo'lsin bizning kulkimiz. Boşluğunda qınınğı patmay, yo'q bu ketme yuluqsan g'amga. Boşluğunda qınınğı patmay, yo'q bu ketme yuluqsan g'amga. Yaşamak tez aldınga o'xshash, yaxshi bo'lib hamma odamga. Yaşamak tez aldınga o'xshash, yaxshi bo'lib hamma odamga. Yaşılıp ayıma hergiz, Ahmet birer uqadurğanız. Xuşal yaşar bir gününge, hemra bulsun bizning kulkimiz. Ezereyle sanarar koygan, bu durmuşun neyranları köp. Ezereyle sanarar koygan, bu durmuşun neyranları köp. Tepetmezsin yürme ey dost, kimni